Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Navbatdagi bugungi darsimiz bir qiziq mavzu haqida bo'ladi. Ko'pchilikni qiynab keladigan va ko'pchilik qiziqadigan mavzu xaritalar haqida. Biz o'zimiz ishlatadigan ilovalarimizda ham xaritalarni juda ko'p uchratamiz va mobil dasturchi sifatida loyiha qilayotganimizda o'zimizning ilovamizda xaritani ishlatishlikka to'g'ri kelib qoladi. O'sha vaqtida bizda Yandex.Map yokida Google Map'dan foydalanishligimiz kerak bo'ladi. Albatta bu ilovamizning holatiga va mijozning talabiga qarab belgilanadi qaysini ishlatishligimiz. Qaysini tanlashligimiz uchun biz oldin bir-biridan farqini va kamchiliklari va qulayliklarini ko'rib chiqishligimiz kerak. Hozir shu haqida gaplashamiz. Xo'p, bizda Yandex.Map'ga keladigan bo'lsak, Yandex.Map'ning qulayliklari bizda eng katta qulayligi Google Map'dan ko'ra bizning mintaqada aniqroq ishlashligi. Shu sababli ham ko'p holatlarda dasturlarda Yandex.Map'dan foydalaniladi. Ikkinchi qulayligi bizga interfeys hisoblanadi. Biz buni juda ko'p foydalanganligimizdan interfeysi bizga juda tanish bo'lib ketgan. Bu Yandex'da foydalanishlik mumkin yoki boshqa applar orqali juda interfeysi bizga tanish bo'lib qolgan. Undan keyin til nisbatidan o'zini native tili rus tilida turganligi uchun va bizga rus tili yaqinroq bo'lganligi uchun, ko'pchilik bilganligi uchun shu tarafi ham qulaylik beradi. Undan keyin yana bir qulayligi, agarda biz Google Map'dan foydalanadigan bo'lsak, Google Map'da faqatgina App Store'ga ilovamizni chiqarganimizda muammo bo'lmasligi mumkin. Agarda biz App Gallery'ga, ya'nida Huawei'ni Store'ga ham chiqaradigan bo'lsa, appimizda ikkalasini talabi ikki xil bo'ladi. Shu sababli ham Map'imizda, Google Map'imizda ikkalasini talablariga moslab ikki xil servis yozib chiqishligimiz kerak bo'ladi. Bu ishni ko'paytirib oladi. Yandex.Map'da esa bunga hojat yo'q. Ikkalasini ham talablariga javob beradi va bitta kod bilan ikkalasini ham ishlaydigan xaritamiz hosil bo'ladi. Endi buni o'ziga yarasha kamchiliklari ham bor. Kamchiliklaridan biri dokumentatsiya yo'qligi. Endi o'rganishni boshlayotganlar yoki birinchi ishlatib turganlar uchun Flutterda dokumentatsiya yo'qligi uchun juda qiyin bo'ladi. Lekin dasturchilar tomonidan bunga tayyor repolar yozib qo'yilgan, exemple'lar ko'rsatib qo'yilgan. O'shalardan o'rganib ko'rishligimiz mumkin. Ikkinchi kamchiligi, buni ilovani sezilarli darajada hajmini katta qilib yuboradi. Bunga yechim sifatida light mode yoki full mode qilib ishlatishligimiz mumkinligi aytilgan, lekin bu narsa Flutterda ishlamaydi. Ya'ni Flutterda faqatgina full modda ishlata olamiz. Light mode ishlamaydi. Undan keyin boshlaydigan bo'lsak, mana bizda bir kichik appimiz bor va birinchi navbatda biz Google'dan Flutter Yandex.Map qilib izlay olamiz. Birinchi navbatda mana bizga o'zini PubDev'dagi rasmiy dokumentatsiyasi kerak bo'ladi. Undan keyin bitta yaxshi mana bu yerda rus tilida yozilgan, mana shu rus tilida yozilgan yaxshi dokumentatsiya ham bor. Birinchi navbatda buni olib PubSpec YAMLga qo'sha olamiz. Va iOSda PubSpec YAMLga qo'shgandan keyin birdan run beraman desanglar xato berib qolishligi mumkin. Buni PubSpec YAMLga qo'shgandan keyin to'liq konfiguratsiyani tugatgandan keyin run berishliklaringiz kerak bo'ladi. Hozirda run beradigan bo'lsak, bizga ba'zi xatolar olib kelishligi mumkin iOS uchun. Va bu yerda o'zi dokumentatsiyasida yozib chiqqan, o'qib chiqishligimiz mumkin. Qo'shimcha Android iOSni qo'llab-quvvatlarkan, support qilishligi Android SDK 21 va undan keyingi versiyalar, iOSda esa 12 va undan keyingi versiyalarni qo'llab-quvvatlaydi. Eng asosiy narsalardan biri bizga kerak bo'ladi. API keyni yasab olishligimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerdan o'tib API key yasab olishligimiz kerak. Menda hozir bor, shu sababli yasab o'tirmayman. Bu uncha qiyin ish emas. Va API key yasab olganimizdan keyin bizda API keysiz Yandex.Map ishlamaydi va API key bizga bir kunga 1000 ta so'rovni tekinga beradi. Va agarda biz so'rovimiz undan o'tib ketadigan bo'lsa, foydalanishligimiz 1000 tadan oshib ketadigan bo'lsa, qolganiga to'lov oladi. Ya'ni pulch oladi yoki to'lov qilishligimizni so'raydi. 1000 ta boshlang'ich applar uchun yoki MVP darajasi startaplar uchun bemalol yetadi bir kunga. Undan keyin mana Step for iOS ketdik. Bu yerdan bizga iOS runner ichida app delegate'ga qo'shishimiz kerak bo'lgan ba'zi narsalarimiz bor. Mana iOS ichiga kiramiz va mana runner ichida bizda
appdelegate.swift degan papkamiz bor. Undan bizga kerakli joylarni mana Yandex Map'da import qilamiz. Bu ya'nida iOS uchun Swift tomonidan xuddi PubSpec YAMLga packagini qo'shib olganligimiz singari biz import qilib oldik va undan keyin mana bu asosiy ikkita qismi kerak bo'ladi. Qolgani bizni kodimiz bilan bir xil. Mana buni bu yerdan kelib tashlab yuboraman. Bu birinchisi nima? Birinchisi bu biz tilini tanlashligimiz mumkin xaritamizni. Men buni defaultda inglizcha qilib qo'yishligim mumkin. UC bo'ladi. Va undan keyin bu yerga biz boya yasab olgan, generatsiya qilib olgan API keyimizni qo'shamiz. Men buni videodan qo'shgan joyimni kesib tashlayman, sababi bu ko'rinib qolmasligi kerak. Buni qo'shaman, sizlar ham qo'shinglar. Undan keyin biz pod faylga kirishligimiz kerak. Pod faylda eng yuqorida mana platforma iOS 12 yoki undan yuqori qilib qo'yishligimiz kerak. Undan keyin CocoaPods Disabled'ni true qilib qo'yishligimiz kerak va mana buni olib qo'shib qo'yadigan bo'lsak va buni ichidan mana bulargacha o'chirib faqatgina string ichidan full deb qo'yaman, ya'ni full modda ishlashligi uchun. Va shu bilan bo'ldi, tamom. iOS uchun o'rnatilindi. Hozir bitta men API keyni videodan tashqari qo'shib bitta run berib yuboramiz. Va mana endi men bu yerdan kelib terminalni ochaman va cd qilib iOS ichiga kirib pod install qilib yuboramiz birinchi. Mana Yandex Maps Mobile'da install qildi. Ya'ni native tomonidan buni package o'rnatilindi. Flutter tomonidan ham o'rnatilgan bo'ladi va Flutter run qilamiz. Shu bilan xudo xohlasa ishlaydi. Va mana bizning ilovamiz run bo'lib oldi va bu yerdan men main ichiga kelib scaffoldning body'siga Yandex Map deb chaqirib qo'yaman va bitta restart berganimda qarabsizki, sizda Yandex Map ishlayotgan bo'ladi mana. Va yana bitta narsani aytib o'tib ketishim kerak. Agarda siz ilovani run qilgandan keyin mana bu konfiguratsiyani, iOS ichidagi konfiguratsiyani qo'shib chiqqan bo'lsangiz, ilovani bitta rundan to'xtatib qayta run qilib olishliklaringiz kerak bo'ladi. Bu native qismga tegishli kod bo'lganligi uchun iOS ichidagilar ilovani yopib qayta ishga tushirmasak bu kodlarni o'qimaydi. Va iOS uchun mana Yandex Map'imiz ishga tushib oldi. Endi Android uchun konfiguratsiyalarni ko'rib chiqamiz. Launch emulator qilib bitta Android emulator ochib oldim. Va buni ochib olguncha biz bu yerdan kelib Android dokumentatsiyasini topib olishligimiz kerak bo'ladi. Mana o'zi mana bu yerdan boshlangan va biz unda dokumentatsiyaga qarab boshlaymiz. Birinchi navbatda Android ichidagi Gradle properties ichiga kirdik, keyin mana bu narsani qo'sh deyapti. Android ichida mana Gradle properties va mana buni copy qilib tagidan tashlaymiz va bunga full deb yozib qo'yamiz. Boya gaplashganimizdek full modda ishlashligi uchun. Undan keyin mana bu yerda aytgan let va full modda ishlaydi deb biz gaplashganimizdek let modda Flutterda ishlamaydi. Undan keyin dependency'ni qo'shamiz. Bu Android ichida app ichida build gradient. Mana bu yerda Android ichidagi app va app ichidagi build gradient. Agarda dependency degan kod qismimiz bizda mavjud bo'lsa, buni ichiga qo'shamiz. Agarda yo'q bo'lsa, shundoq yasab birdan qo'shamiz va mana bu yerda oxirida siz variantingizni tanlang degan joyini shundoq o'chirib tashlab, bunga ham full deb qo'yamiz. Tushungan bo'lsak, biz endi buni native tomondan packagini Androidga mana shu tarzda qo'shib olamiz, mana implementation qilib. Xuddi PubSpec YAMLga qo'shib olganimizda endi native tomoni uchun SDK'sini qo'shib oldik. Pluginini. Undan keyin bizda yana bitta qilishimiz kerak bo'lgan ish native tarafdan API keylarimizni init qilib qo'yishligimiz kerak. U uchun bizda mana bu yerda app ichida, assert ichida, main ichiga keladigan bo'lsa, Java yoki Kotlin turadi. Agarda sizda Java ishlayotgan bo'lsa, Java ichiga yozasiz. Bizda Kotlin ishlayotganligi uchun Kotlin ichida yozishligim kerak bo'ladi. Va shu yerda yana bitta narsa, biz to'g'ridan to'g'ri API keylarni
main activityni o'ziga ham berib ketishligimiz mumkin. Mana bu dokumentatsiyada shunday qilib ko'rsatilgan, lekin Yandexda o'zini dokumentatsiyasida bu narsa tavsiya qilinmagan. Mana main activityni ichida our function qilib shunday yozib olib, mana API keyni init qilib ketishligimiz mumkin bo'ladi. Lekin o'zini dokumentatsiyasiga qaraydigan bo'lsak, alohida main application degan Kotlin fayl yasab olib, ana o'shani ichiga berib qo'y API keylarni degan. Biz ham xuddi shunday qilamiz. Mana buni copy qilib olaman va faylni yasaydigan bo'lsak, mana buni yonidan tushishligi kerak. Mana bu yerdan main application yasadik. Mana bitta yonma-yon tushdi va uni ichiga bu yerdan kelib mana bu kodni copy qilib olib bu yerdan tashlayman. Va yana bitta narsa, agarda biz main application yasaganimizdan keyin package name'ini o'rnatib olishligimiz kerak. Mana main activity'ni ichidagini shundoq kelib olib, mana buni ichiga tashlaymiz. Agar buni tashlamaydigan bo'lsak, xato beradi. Main applicationni yasaganimizda buni tashlamasak xato beradi. Undan keyin mana bunda yana ingliz tilida bo'lishligini aytaman. Va videodan keyin API keyni o'zim qo'shib qo'yaman. Videoni u joyi kesilib ketadi. Va sizning esingizdan chiqmasin. Mana bu muhim joylardan biri. API keydan qo'shishliklaringiz kerak. Undan keyin qilishimiz kerak bo'lgan narsa permission qo'shishligimiz kerak. Uni mana Android manifest ichiga buni yopaman va mana bu qismini shundoq copy qilib olaman. Va applicationni yuqorisidan mana applicationni qatorma-qator to'g'ri bo'lgan holatda tashlab qo'yaman. Undan keyin eng muhim joyi, ya'nida agarda biz main application faylni yasagan bo'lsak yokida mana shu klassni yasagan bo'lsak, bu klassni main Android manifest ichidan chaqirib qo'yishligimiz kerak bo'ladi. Ya'nida mana bu yerga qaraydigan bo'lsak, mana o'zi ham aytgan, Android manifest ichida applicationdan keyin Android name degan joyiga buni chaqirib qo'yishligimiz kerak. Qachonki biz main applicationni yasagan bo'lsak. Agarda buni yasamagan bo'lsak, bu joy kerak emas. Yasamagan bo'lsak deganim shunchaki biz main activity'ni o'ziga API keylarni qo'yadigan bo'lsak, bu qismi bizga kerak emas bo'ladi. Ya'nida mana bu yerni o'chirib, nuqta qilib, mana bu yerda biz yasagan klassimiz nomini mana bu yerdan chaqirib qo'yishligimizga hojat yo'q. Agarda bu bizda yasalmagan bo'lsa, men main application yasaganligim uchun buni bu yerda chaqirib qo'ydim. Agar chaqirmaydigan bo'lsak, bu bizda xato beradi. Va Flutter run deb ishlatadigan bo'lsak, Android qismimiz ham tamom bo'lgan bo'ladi va ilovamiz ishlab berishligi kerak. Unchalik qiyinchilik joyi yo'q. Faqatgina videoni diqqat bilan ko'rib, konfiguratsiyalarni to'g'ri bajargan bo'lsak, hech qanaqa xatosiz ishlaveradi. Va bu warning bizda shunchaki xato emas. Warning, ya'nida compile SDKni 35 ga ko'tarishligimizni tavsiya beryapti. Xohlasanglar ko'taringlar, xohlasanglar ko'tarmanglar. Mana men bu yerdan kelib ko'tarib qo'yishligim mumkin. Android ichidan mana app ichiga kiraman. App ichidagi mana build gradient ichiga kirganimda mana build gradient ichiga kirdim. Va mana buni biroz kichikroq qilib olib, mana bu yerdan buni kelib 35 qo'yadigan bo'lsam, boyagi xatomiz bizda ketgan bo'ladi. Va RAM bo'lishligi biroz vaqt olishligi mumkin Androidda. Va mana RAM qildik. Va mana Android uchun ham mapimiz ishga tushdi. Va mapimiz bilan turli tuman amallarni bajarishda keyingi video darslarimizda ko'rib chiqamiz. Hozircha bugungi darsimizga mana shu. Hammaga rahmat va like, kommentariya sizlardan albatta kutib qolaman.